Vidolashtirish juda ham xursandman. Hammalaringizga xayrli kech. Tabriklarimizni boshladik. Tabrikimiz Yangi sentrda bo'ladi. Zulqumor onamizni tabriklaymiz. 64 yoshga kirganlari munosabati bilan barcha farzandlari nomidan. Birinchi galda Intizor akamiz nomidan, qalaversa Inobat akamizni, Anvarbek akalarimizni bizlar Rossiyada bo'lishlariga qaramasdan, masofalar uzoq bo'lishiga qaramasdan bugun tabriklamoqda. Shu qatorda qizlari Iqbol akamni. Yodlaringizda bo'lsa, bundan bir 2 yil oldin xuddi shu joyimizda Zulqumor onamizni sahnaviy zaklardan tabrikladik. Yana bugun ham Xudo xolasa inshaalloh shu kuni yetkazdi. Allohimizni yana tabriklaymiz. Bardavom bo'lsin. Onajonimiz yuzlariga kirsin. Farzandlar rohatini ko'rsinlar. Shu qatorda gelinlar Ro'zaxon akani nomidan, geylari Fozilbek og'amiz, Nodirbek og'alarimizni shu qatorda aqtiqlari, jiyanlari, egizak aqtiqlari hamma mallar nomidan tabriklaymiz. Olib kelgan gullarimiz, tortlarimizni topshirib onajonimizni xursand qilamiz. Tabriklarimizni boshimiz asa. Assalomu alaykum. Zulqumor ona, sizni kech bo'lganda bezda qildik, kelaverdigina. Qadimizdan bo'lsa, xuddi shu joyimizda tabrikladik. Bugun yana tabriklash uchun keldik. Tabriklab qolamiz sizni. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha bu mani ona